Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar, bog'bonlar, uzum ishqibozlari. Ayni damda biz Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanidamiz. Bu yerda avvalroq ko'rsatganimizdek uzum ko'chatlarini tayyorlayapmiz. Bizni oldindan kuzatib kelayotgan obunachilarimiz bilishadi. Biz asosan uzumchilik sohasida, uzumchilik yo'nalishida faoliyat olib boramiz. Hozirgi kunda Toshkentga kelganmiz. Bu yerda Yubek Agro kompaniyasi bilan hamkorlikda birga ishni boshlaganimiz maqsadimiz mana shu O'rta Osiyoda uzumchilikni rivojlantirish, yangi navlarni kirgizish, jahon bozorida O'rta Osiyo uzumchiligining o'rnini ko'rsatish maqsadida harakat qilyapmiz. Bu borada nafaqat o'zimizning tajribamiz, balki chet el tajribasini ham o'rganib, chet elliklar bilan hamkorliklarni yo'lga qo'yganmiz va hozirgi kunda ko'rib turganingiz mana bu issiqxonada katta ob'yomda bunaqa issiqxonadan ikkita, bu bittasi bo'lsa, naryoqda yana bitta 100 mingdan oshiq uzum ko'chatlari tayyorlaganmiz. Bu ko'chatlarni ommabop, ya'ni hosildorligi yuqori bo'lgan va bizni O'rta Osiyo iqlimiga, sharoitiga to'g'ri keladigan va sinovdan o'tgan uzum navlarini tayyorlaganmiz. Bugungi kunda uzum navlarining mingdan oshiq turi bor. Masalan, kimgadir aytsangiz, menda 100 xil, 50 xil uzum navi bor deydi, lekin hammasi ham bizni sharoitimizga to'g'ri kelavermaydi. Shuning uchun mana bizda tajribadan o'tgan, bilasizlar, 6-7 yil bo'lib qoldi. Bu avatar uzumi trenddan tushmaydi. Shu paytgacha kimlardir, masalan, eski fikrda qolib ketgan odamlar shunday fikrlaydi-da, bu uzumni oxiri yo'q, bu bo'lmas ekan, mazasi yaxshi emas degan negativlarga qarshi turib bera oladigan mana avatar uzumini ko'rdilaringiz. Lekin halicha buni narxi bozorda juda yuqori, eng narxi baland uzum mevasi hisoblanadi. Bundan tashqari mana biz bog'lardan pishgan holatini ko'rsatdik. Preobrazheniya uzumi juda ham serhosil uzum. Nafaqat serhosil, balki erta pishishi bilan boshqa navlardan ajralib turadi. Ya'ni erta pishadi. Sizda uzumingiz agar bog'ingizda, yeringizda erta chiqdimi, bilingki, siz bozorga erta kirdingiz. Deylik, qulpinay narxi qishda qimmat bo'ladi. Masalan, qishda agar 20-30 dollar bo'ladigan qulpinay bahorda hammaniki pishgandan keyin o'sha qulpinay deylik 2-3 dollar yoki 5 dollargacha narxi tushib ketishi mumkin. Xuddi shunday uzum navi ham mana shunaqa. Siz agar erta pishirsangiz, erta chiqarib bozorga olib chiqsangiz, sizda mahsulotingiz qimmat sotiladi. Bu borada sizga preobrazheniya uzum navi yordamga keladi. Ya'ni aynan mana shu preobrazheniya uzum navi erta pishadi va bu 2 marta hosil qiladi. Ikkinchi hosili endi birinchi sort darajada sifatli bo'lmasa-da, uni ham ikkinchi sort uzum hisobida ichki bozorda sotsa bo'ladi. Bundan tashqari avatar, preobrazheniya, bundan tashqari manicure finger uzum ko'chatlari bor bizda. Manicure fingerni ham bilasiz, hosildorligi juda yuqori va ko'rinishi juda ham chiroyli, tovarning vidi zo'r. Shuni hisobiga yaxshi sotiladi va po'sti qattiqligini hisobiga uzoq muddat turib bera oladi. Mana shu nav ham albatta bizni iqlimga to'g'ri keladigan va serhosil navlardan hisoblanadi. Bizda Red Globe navi bor. Bu aytib o'tayotgan uzum navlarimiz kirib kelganiga ancha bo'lgan, lekin tajribadan 1 yil, 2 yilda emas, balki 4, 5, 6 yildan keyin bular qilsak bo'lar ekan degan xulosaga kelganmiz. Va mana shu uchun aynan mana shu navlarni tayyorlab, ko'chatlarni yetishtiryapmiz. Bu borada albatta biz nafaqat o'zimizni, balki o'zimizdan kuchli mutaxassislarning fikrini ham olamiz, ulardan o'rganadiganlarimiz bor va mana shu borada nafaqat o'zimizni, balki chet el tajribalarini ham o'rganib kelmoqdamiz. Agar sizga mana shu uzum ko'chatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, mana deylik bugun 27-aprel bo'ladigan bo'lsa, 10 kun kamida 10 kundan keyin ko'chatlarimiz tayyor bo'ladi. Biz bu ko'chatlarni tayyorlash o'zi bo'lmaydi. Bir necha yillardan beri shu ko'chatchilik bilan, uzumchilik bilan shug'ullanamiz. Bugungi kunga kelib aynan o'sha Yevropa standartiga javob bera oladigan uzum ko'chatlarini tayyorladik deb o'ylayman. Sababi har yili qilamiz, lekin bunaqa sharoitda emas edi. Ko'rib turganlaringizdek, ko'chatlarimiz stilajda yerdan ko'tarilgan, ya'ni namni ko'p ushlab qolmaydi. Agar nam yuqori bo'lib ketsa, tomir chirishiga olib keladi. Bundan tashqari teplisamizni ko'rishingiz mumkin. Ustiga 50% setka bilan
yopganmiz. Sababi juda ham ko'p issiq bo'lib ketsa, issiqlik yuqori va namgarchilik oqibatida tomir chiriydi. Bizda bunaqa holat bo'lmaydi. Bu ko'chatlarni biz sotuvga tayyor bo'lganda, ya'ni 10 kundan keyin kamida olasiz, olib borib xohlagan yeringizga eksangiz joyida tutib ketadigan ko'chat bo'ladi. Sababi ko'rib turibsiz, mana ventilyatorlar ishlayapti. Tepani salqin qilingan, yonlari setkalar ochilgan. Kechasi bular yopiladi, ya'ni harorat bir xil ushlanadi. Tashqari havo 40 gradus bo'lib ketsa ham, teplisani ichi mana hozir salqingina 30 gradusdan oshmaydi. Mana shularni hisobga olganmiz va bu tuvakchalarning ichiga solingan qorishmalar o'ziga yarasha, ya'ni Yevropa standartlari bo'yicha qilingan, oddiy tuproqqa solib tiqib qo'yavermagan. Uzumchilik, ko'chatchilikni bilmaydiganlar cho'pni tiqib sotyapti degan fikrga borishlari mumkin, lekin mana shu bitta ko'chatni tayyorlab to dehqonni qo'liga yetguncha qancha mashaqqat bo'ladi, buni qilib yurganlar biladi. Faqatgina o'zidan o'zi tayyor bo'lib qolmaydi. Xuddi shunday siz ham agar ko'chat olasiz bizdan olganingizdan keyin shunday yerga tiqib qo'yganingiz bilan u hosil qilib ketavermaydi. Unga o'ziga yarasha e'tibor, mehnat talab qiladi va vaqtida suvini bersangiz, tagini yumshatib, o'g'itini bersangiz, siz mana shu ko'chatlarni ekib kuzgacha 2-3 metrgacha o'stirasiz va kelasi yildan buni nishonasini ko'rasiz. Ya'ni avatar bo'lsa avatar, preobrazение bo'lsa preobrazение, lamborghini bo'lsa lamborghini. 3-yildan to'liq hosil olasiz. To'liq hosil degani, masalan, deylik agar gektaridan 20-30 tonna uzum oladigan bo'lsangiz, 3-yili sirazi 20-30 tonna hosil olasiz degani emas. Bu 3-yildan deylik 30-40% bo'lsa, keyingi yil 60-70%, undan keyingi yilga 100% hosil olasiz. Ya'ni siz aytgan, istagan tonnani. Bu albatta siz xohlagan tonnani olish ham, bu ham avvalo uzum kesimini vaqtida qilish, ya'ni abrezka vaqtida o'zini qonun qoidasi bo'yicha qilishlik va o'sha daraxtlarni har bitta ko'chatni, daraxtni o'zini holatiga qarab o'zi ko'tara oladigan, o'zi yetishtirib, sifatli yetishtirib bera oladigan hosilni qo'yib berishlik. Deylik, ba'zilar bir tub daraxtga 300, 400, 500 kilo ham hosil qo'ygan dehqonlar bor. Lekin mana shundaqa qilib hosil olsa ham bo'ladi. Bu ya'ni 300-400 kiloni ham bitta daraxt, ya'ni 6-7 yillik daraxt yetishtirib bera oladi, lekin uzoq muddatga emas. Bu vaqtincha. Siz bitta daraxtga ko'p hosil qo'yib, undan ko'proq daromad olaman deb sifatsiz hosil olishingiz mumkin. Lekin agar sifatli hosil olaman desangiz, kuni kecha biz mana Xitoyga bordik, u yerdagi uzumchilar bilan fikr almashdik. Ularni aytishiga ko'ra, bitta daraxtga 8 kilo, ya'ni 10 bosh uzum qo'yar ekan. 10 bosh degani har bitta bosh ham, ya'ni 800 grammdan. U boshini kattaligi muhim emas deyapti-da. Masalan, bosh katta bo'lib, sifatsiz bo'lish kerak emas. Uni boshlarini ikkita bo'lsa bittasini olib tashlab, o'sha bitta qolganini ham qisqartirib, bir bosh 800 grammlik qilib tarbiyalaymiz. Bitta daraxtdan 8 kilo, ya'ni 10 bosh uzum oladigan bo'lsak, 1 gektarga deyapti 2790 ta ko'chat ketadi. Bu degani, ya'ni o'zlarining aytishi bo'yicha 22 tonna sof, ya'ni birinchi darajali sifatli uzum olaman deyapti. Agar biz ham mana shunday qiladigan bo'lsak bog'larimizni, ya'ni o'ziga yarasha, charchatmaydigan, sifatli qilib beradigan hosilni qo'yib bersak, biz ham mana shunday natijalarni olishimiz mumkin. Ko'chatchilikdan boshqa yaqinda boshqa yana proyekt boshlaganmiz, ya'ni 70 gektarlik uzum bog'ini yangi navlarga o'zgartirish va uni sxemalarini ham yangicha usulda qilishni boshlaganmiz. Bizni kuzatib boring, keyingi videolarda bog'dan videolarni ko'rsatamiz, qanday yangi navlarga almashtirish, qanaqa sxemada ekish, bular haqida to'liqroq ma'lumot beramiz. Agar sizga uzum ko'chatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, Avatar, Manicure Finger, Lamborghini, Red Globe, Preobrazение, Alvika va Helloween. Mana shu 7 xil navdagi uzum ko'chatlarimiz mavjud. Narxlariga keladigan bo'lsak, Avatar, Manicure Finger, Preobrazение uzum ko'chatlarimiz 25 ming so'mdan va Red Globe uzum ko'chatimiz 35 ming so'm. Alvika, Helloween, Lamborghini ko'chatlarimiz 50 ming so'mdan. Bu narxlar o'zgarmaydi. Kam ko'p oladiganlarga ham xuddi mana shu narx bo'ladi. Biz avval ham xuddi mana shu narxda qo'yar edik. Nimaga qimmat yoki nimaga arzon
degan savollar bo'lishi mumkin. Bularni ko'chatlarni yetishtirishni o'ziga yarasha mehnati, qiyinchiligi bor. Mana shuncha xarajatlar o'zidan o'zi bo'lmaydi. Shularni hisobga olib narx belgilaganmiz. Albatta bu oldingi yilgi narxlarga qaraganda ancha hamyonbop va arzon hisoblanadi. Agar sizga ko'chat kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda raqam qoldiramiz, obuna bo'ling va mana shu uzumchilik haqida biz ko'proq ma'lumotlar qilamiz. Hammasini ham YouTube tarmog'iga joylay olmaymiz. Shuning uchun bizda Instagramda ham kuzating, silkasini Telegramga qo'yib qo'yamiz. Bundan tashqari Telegram guruhimiz ham bor. Uni ham silkasini kommentariyaga qo'yamiz. Kirsangiz u yerda ko'proq ma'lumot tashlab boramiz. Siz uzumchilikda ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lasiz va hammadan oldinda bo'lasiz. Mana shuni biz ta'minlash uchun harakatdamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.